Assalamu alaikum hürmetli televizyon kökçüler. Uyghur televizyonunun gündelik haberlerini görüşünle karşılamayız. 5. yıl Ürümçi katliamının 10 yıllık münasebeti bilen Kanada Şarkı Türkistan Cemiyeti'nin orlaştırışıda Kanada'nın paytaxtı Toronto şehrinde Xitay Komünistlerinin Şarkı Türkistan'da elip berip irqi qirg'inchilikqa qarshi namoyish ve yürüyüş faaliyeti ötkazildi. Bu namoyishga 500'dan ortiq Şarkı Türkistanlılar qatnaşgan bo'lib, saat 10:20 dan 12:20gacha Xitay konsulining oldida namoyish ve axborot e'lon qilish nutqi so'zlandi. Saat 12:20dan boshlab Kanadaning markaz ko'chalaridan bo'lgan Yangschutt va Dangdaus karvongacha bo'lgan 6 kilometr yo'lni piyoda menish orqali qo'llaridagi Xitoy Uyg'ur bovoqlarini o'ltiryotdi qatorliq har xil viskilar, jinoyatchi kiyimlari, kishan sinilgan qo'llari bilan chet elliklarga 5-yo'l irqiy qirg'inchilikni anglatdi. Shundaqla bu qadimgi namoyishni o'rlashtirgan Sharq Turkiston jamiyatining o'rlashtirishida Montreal, Vancouver qatorliq shaharlarda Xitoy konsuli oldida namoyish o'tkazildi. Namoyish nihoyatda dag'dug'iliq va dabdabalik o'tkazilgan bo'lib, atrofdagi chet elliklarning diqqatini tortdi. Tövəndə diqqətinizlər ekranımızda bo'lsin. Shame on China! Fire China! Stop getting on the horse! China! Lost the concentration camp! Former diplomats from the Chinese prison. Canada has to stand up to protect ex-Canada citizens. Free Michael Spurgeon! Free Michael Goldrick! Free Canadians! Terrorist China! Terrorist China! Terrorist China! Terrorist China! Stop getting Uyghurs! Stop getting Uyghur! Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.